Biz bayramlık tantaneden birlikte huzurlanaylik. Onu köpçülük tayarlıgan, imanda kamın işip oldunuz. Bay hocam. Bu yemekliklerini biz köpçülükki keşik ziyafeti birlikte huzurlanış üçün tayarlıgan. Silip bir adam ep ketemdi la, pul tapçırsıla hemse. Şundak mı? O yetkili koymuşsan hemmini yiyeydi ben. Vay canım ağrıp gitti. Çinimi de. Hocam silegi nim oldu. Vay kosuğum, vay kosuğum. Evet tezroq ko'rib baqsiz-chi, hocamga nim bo'lgandi. Ma'qul. Evet, hocamzada nemi keserkan? Uning kesliği eğirken. Ben davalanmasa 3 günlük vakti kaptı. Voy anam ey. Uni saqayt qilib bo'ladimi? Davalı saqlasa qayt qilib bo'ladi, lekin nurg'un pul ketadi. Faqat saqayt qilib bo'ladigan ish bo'lsa, butun bisodim kesimi mayli-ku. Bo'lmaydi. Uni katkizib yetinglar. Bu terapni qo'g'lab chiqarib yetinglar. Yaxshiroq o'ylab baqsalar. Bo'ldi, ketmang. U gallang bo'lib qopti. Kim meni galon olib qopti deydi? U pulimni aldab ilib olmoqchi. Begim, sizlar nemish qavunog'i kasallarni davolatmaydilar. Butun benim ağrıp ketyapti da. Voy begim.
Bu İsa deptire. Onu yaxşırak sakla xoton. Ölüp kalsam sen öy berim. Pullarını yığılağın. Ben yer astığa bir sandık zibisinden köpüp koygan. Setip etkenden keyin oğlum bilen işkilağı bir ömür yedi. Oy begim. Suadan terektek begim. Siz yaxşı qaldığanla bolsunlar. Bana işim gerek emas. Balam. Oy begim. Oy begim. Dada ölüp ketme. Bizge işim gerek emas. Oy begim. Tağa, sizler mi keldinglarmi? Bayg'o'jamga yana nima bo'ldi ekan bilmadim. Nemishligini bizmi bilmadik. Bayg'o'jam tuyuqsizlar qarzlarni qaytaringlar debdi. Özümünü anmaydı gen. Ismini olmasa, u Bayg'o'jam hisoblanamdi. Ay, kim biladi? Bu yer bir hamasil chiqqan o'xshaydi. Dada bunu ozroq yevog'ini, buni yevosang saqayib qolsa. Bayg'o'jam. Nasirdan? Nasirdan dadamga yordam qilgan, uning kesini pek yig'ir ekan. Zadirden 3 gün iç pulumla kaytırıp versen ben özümünü anmayman. 3 kungacha adamdilar. Men bunchalar ko'p pulni qaytirib ololmayman. Fakat 3 gün bulmasa ülgürenmeymez. Bayg'o'jam, nima kasal bo'lib qoptilar? Nasirden ben uzun yaşayanmayman. Ben ölgenden keyin oğlumdan haldın yaxşırak haber ep koygan. Oğlum. Oy begim. Bu zodi nima ish? Tevib dadamni g'alati kasal bo'lib qopti deydi. 3 kundan ortiq yashamaydi ekan. Şundak. Hammasi hazm qilishdan yaxshi bo'lmasligidan bo'lgan. Bayg'o'jam, undaqda kasallarni men ko'rib baqay. Tüyüp çağını sakaytamayman davasa sen qanday qilalaydın? To'xta. Nasirdan görüp baksın. Dadamni qutuldirmoqli bo'lamdi ekan. Masala yo'q. Sen kichkin bir bola turib nimadoq cho'ng gap qilasan? Bir tangimi ishlatmay turib, uni kesilni davolab saqaytaman. Nima? Bir tangim ishlatmay. Bo'pti. Nasirdan davolab baksın. Bo'landi xotani. Ma'qul, deganlardek bo'lsin. Asta. Bayg'o'jam, turdi. Sizlar nima deb keldinglar? Men dadamni davolat qilib keldim. Ha? Davolat qili? Nima kasal bo'lib qopti? Bayg'o'jam g'alati bir kasalga giribtor bo'pti. O'tin yerish kerak. Ha, o'tin yaramdi ekan. Bayg'o'jam, bu yoqqa kelasizlar. Mana mushu o'tinlar shu. Nima degancha? Bo'lmaydi. Bayg'o'jam, sizlar cho'qim emgak qilishlari zarur. Qon aylanishini yaxshilig'i bo'ladi. Dada, o'tinni birlikda yarayli. Kozam aldırmağın. Qara dadanga. Dada g'ayrat qil. Dada g'ayrat qil. Dada g'ayrat qil. Dada g'ayrat qil. G'ayrat qil. Gelip gittim. Ma'qul. Dada hargiz bel qo'yatma. Ma'qul. Bel qo'yatma. Erip gittim. Bütün benim ağrıyordu. Begim nim bo'ldilar. Ko'zimni aslicha. Nasirdan hemen qilgansan. Bayg'o'jamga nima bo'pti? Sen onu davolayman deb qara chaqirsam anglamayapti, ko'zini ochmadi. Nasirdan dadamni saqaytma. Xotirjam bo'l. Men cho'qim dadangni saqaytaman.
Begim ahir hoşlarına geldiler. Bayxo'jam saqaydi mana. Nasırdan, sen aldamchi, mening keslimni davolamiding. Sizning qo'saqlari yana og'riryapti. Mening qo'sog'im og'irmaganda qilamdu nima? Acayip yaxshi oldu begim. Dadamning kesi saqlayıptı. Tam saqlayıptı. Men ash qo'yib, emgak bilan davolash usulini qo'llanib, sizlarning kasallarini davoladim. Bu qitimqi kasal davolash orqali sizlarning emgak qilgandagi hissiyotni ko'proq tushunishlarini umid qilaman. Qalblari texmi sog'lom bo'ladi. Nasırdan, men sana rahmat etmayman. Xotirjam bo'linglar. Bayxo'jam qisqa vaqt ichida qarzni qaytaringlar demaydi. Xotin, bu pachaq batni eshitgan. Ket baqa. Begim, sizlar uyga bir sandiq go'har tiqib qo'ydim deyotgandilar. Men bir kelsasizchi. Nima? Nima go'hargan? Mana, yani yiqqan pulni